Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlarga zo'r bitta sayt topib qo'ydim. Bu sayt patent ekzamen haqida bo'ladi. Ekzamenga tayyorlanish, ekzamendagi savollar, bu yerda hammasi bor. Sizlar bu bilan o'zlaringiz uyda mustaqil ishlashlaringiz ham mumkin. Hop, 3 kun, uzog'i 5 kun mustaqil tayyorlansalaring, bemalol Xudo xohlasa patent imtihonlaridan o'tadigan darajada bo'lasizlar. Shu saytda sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Hop, kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, kommentariy yozib ketinglar. Bu hamma uchun foydali bo'ladi. Hop, bu saytga kirish uchun oldin Google ga kiramiz. Men Google ga yozib qo'yganman. Hop, test migrant.ru 2025 deb. Mana shu saytga kiramiz. Mana birinchida chiqqan shu ko'k belgili yozuvga bosamiz. Hop, bu yerda opsiya 2025-yil uchun 11 ta variant berilgan. Shu 11 ta variantni sizlarga bir rivojda hammasini ishlashda yordam beraman. Xullas, hozir birinchi variantdan boshlaymiz. Bu birinchi variantda hop, sizlarga ishlash tartibini aytib o'taman. Birinchi o'rinda hop, bu yerda birinchi va ikkinchi savollar uchun audio yozuv keladi. Bu audio yozuvda shu birinchi savol, ikkinchi savol haqida bo'ladi. Bu yerda sizlar to'g'ri javobni belgilashlaring kerak bu variantlar ichidan. Hop, hamma variantlar bir xil shaklda ishlanadi, lekin faqat bitta farqi savollar har xil bo'ladi xolos. Lekin ishlanish tartibi hammasiniki bir xil bo'ladi. Birinchi audio yozuvdan boshlaymiz. Bu yerda skorini sal tezlashtirib olaman, vaqt ko'p olmasligi uchun. Сейчас вы будете выполнять задания по аудированию. Тексты прозвучат 2 раза. После каждого прослушивания текстов у вас будет время для выполнения и проверки заданий. Все паузы включены в аудиозапись. Остановки и повторное воспроизведение аудиозаписи не предусмотрены. Прослушайте диалог и выберите правильный ответ в заданиях 1 и 2. Здравствуйте. Я хочу сдать экзамен для получения патента. Добрый день. Вы можете сдать экзамен во вторник. С собой необходимо иметь паспорт и миграционную карту. Hop, men bu yerda aytyapti, boshidan sizlarga tushuntirib qo'yay. Hop, o'sha ekzamen paytida deyapti, kompyuterda o'tirgan vaqtda sizlar bu audio yozuvda kompyuterdan bir marta bosganlaringdan keyin to'xtatib yoki orqaga qaytarib buni eshitishlaring deyapti mumkin emas deyapti. Buni o'sha bir marta qo'yilgandan keyin boshidan oxirigacha eshitish kerak. Keyin o'shanga qarab javoblarni belgilaysizlar deyapti. Lekin bu o'rtasida to'xtatib qo'yib, lekin orqaga qaytarish deyapti, mumkin emas deyapti. Bitta saytda ishlatilganda bemalol qaytarib, to'xtatib, eshitib, tushunib ishlashlaring mumkin. Hop, savolga keladigan bo'lsak, savolda aytyapti, men yigit aytyaptiki, men imtihon topshirmoqchiman deyapti. Imtihonni qayerda topshiradi? Center Testovania, test markazlarida topshiradi. Shu javobni belgilaymiz. Unga qiz javob beryapti. Siz seshanba kuni o'sha nimasini imtihon, ya'ni ekzamen topshirishingiz mumkin deyapti. O'zingiz bilan deyapti, pasport bilan migratsion karta olib oling deyapti. Bu yerda savolda aytyaptiki, o'zingiz bilan nimani olib olishlaringiz kerak? Ya'ni с собой необходимо иметь deyapti. Bu yerda bank karta, медицинский справка haqida gap ketmayapti. Mana migratsion karta haqida gap ketyapti. Hop, bu audioda 2 marta savol qaytariladi. O'sha 2 martasini ham bemalol eshitib, oxirigacha eshitib, tushunib, keyin ishlashlarini maslahat beraman. Buning uchun sizlarda yetarlicha vaqt bo'ladi. Bu audio yozuvni eshitsam meni vaqtim ketib qoladi, vaqtdan tuzaman degan narsa bo'lmasin. Yarim soat vaqt beriladi sizlarga. O'sha yarim soat ichida bemalol ulgurib yechib chiqishlaring mumkin. Hop, keyingi savolga o'tamiz. 3 va 4 zadaniya.
Bu yerda ham xuddi shunaqa shu audio yozuvni eshitamiz. Erta bu savollar haqida 2 martadan qaytarib bizga o'qib eshittiriladi. Shunga qarab biz javob belgilaymiz. Прослушайте объявление и выберите правильный ответ в заданиях 3 и 4. Уважаемые покупатели, если вы потеряли свои вещи в нашем магазине, обратитесь к администратору. Hop, mana bu yerda aytyapti, bu savol 3 va 4 bu audio yozuv 3 va 4 savollarga tegishli deyapti. Hop, bu audio yozuvda aytyaptiki, siz o'zingizga tegishli narsalarni yo'qotib qo'ysangiz deyapti, administratorga uchranglar deyapti. Bu o'zi magazinda siz yo'qotib qo'ygan narsalaring deb o'zi magazinligini bildirib o'tyapti. Bu magazin qayerda bo'ladi? Birinchi savolda вы можете услышать это объявление. Bunaqa yozuvda, bunaqa e'lonni qayerda eshitishingiz mumkin deyapti 3-savolda. Va торговый center deyiladi. Ya'ni magazinlar торговый centerda, ya'ni savdo markazlarida bo'ladi. 4-savol o потерянных вещах можно спросить deyapti. Yo'qotilgan narsalarni qayerdan so'rash mumkin deyapti. Audio yozuvda o'zi aytib o'tyapti. Yo'qotilgan narsalarni administratordan so'raylar, administratsiyadan so'raylar deb ketyapti. Hop, shunaqa eshitib bemalol ishlashga vaqt yetadi. Shoshilmasdan ishlashlaringni tavsiya qilaman. 5-savolga o'tamiz. Endi bu yerda audio yozuvlar tugadi, faqat 4-savolgacha ishlatiladi xolos. Keyingilar faqat o'qib yechiladigan savollar. Bu yerda aytyapti, прочитайте объявление и выбирайте правильный ответ. Hop, savolni o'qing va to'g'ri javobni belgilang deyapti. Уважаемые граждане, оплачивайте свой проезд вовремя. Hurmatli fuqarolar, yo'l kirani vaqtida to'langlar deyapti. Biz tilda aytganda yo'l kira, yo'l puli deydi. Hop, savolda aytyaptiki, такое объявление можно прочитать. Bunaqa e'lonni qayerda eshitish mumkin deyapti. Bunaqa gaplarni, ya'ni qayerda eshitish mumkin deyapti. Avtobus deganni belgilaymiz, chunki parkda, samolyotda bunaqa gap gapirilmaydi. Ya'ni yo'l kira uchun pul to'lab qo'yinglar deb samolyotga chiqib bilantarsa sizlardan pul olmaydi. Bu oddiy savol. Javobi ham oddiy. 6-savolga o'tamiz. Прочитайте текст и выбирайте правильный ответ. Уважаемые гости, приглашаем вас на автобусную экскурсию по городу. Экскурсия будет 12 мая во вторник с 10 до 14 часов. Ждем вас около торгового центра Мир. Ekskursiya начинается deyapti. Ekskursiya boshlanadi deyapti. Soatini so'rayapti. Bu yerda mana s 10 deyapti. Soat 10 dan boshlanadi, ya'ni birinchisini belgilaymiz. Hop, keyingisi 7-savol. Батыр приехали из Узбекистана. Батыр строитель. Выпишите нужное слово в анкету. Bu anketada deyapti, kerakli so'zni yozing deyapti. Bu yerda sizlarda o'sha kompyuter klaviaturasida yozishlaring kerak bo'ladi. Bu yerda o'zi Botir haqida ma'lumot berilyapti. Botir u bolaning ismi o'zi shu. Botir приехали из Узбекистана. Botir O'zbekistondan keldi. Mana birinchi savolda aytyapti. Как вас зовут? Isming nima? Meni зовут Botir. Mening ismim Botir. Откуда вы приехали? Я приехал из Узбекистана. O'zbekistondan keldim. Кто вы по профессии deyapti. Kim bo'lib ishlaysan? Sen yo'nalishing kim degandek. Bu yerda yozib qo'yilgan o'zi Botir строитель, Botir quruvchi. Bu yerga yoziladi ya строитель. Shuni yozuvda men ko'rsatib o'taman. Xuddi shunaqa qilib yozib ketsalar to'g'ri bo'ladi. Men oldin ham ishlaganman, men shundan namuna qolgan. Shularni belgilab yozib ketamiz. Строитель. Hop, keyingisi 8-savol. Сегодня суббота, а мама приехала вчера deyapti.
Bugun shanba, meni oyim kecha kelgan deyapti. Bu savolda o'sha kechagi kunni qaysiligini belgilash haqida ketyapti. В среду, в пятницу, во вторник. Sredada emas, вторникda emas, pятницada. Pятница juma, ya'ni shanbadan oldingi kun juma. Hop, в салоне сотовых связи я купил deyapti. Mobil aloqalar do'konidan men xarid qildim. Telefon bo'ladi bu yerda, moloko, sut yoki kurtka bo'lmaydi. Albatta telefonni belgilaymiz. 10-savol. Как вас зовут? Как вас zovutga endi bu yerda zovut Ivan deyapti. Bu yerga mos keladigan so'zni belgilaymiz. Mana мне bo'lmaydi, мне zovut Ivan bo'lmaydi. Меня zovut Ivan to'g'ri keladi. Я zovut Ivan ham to'g'ri kelmaydi. Menyani belgilaymiz. Hop, задание 11. Мы приехали в Россию. Здесь есть работа. Biz Rossiyaga kelamiz. O'zbekchasiga bu yerda ish bor. Bular orasidagi shu mos keladigan so'zni belgilaymiz. Chunki degan so'z keladi. Mana потому что deganni belgilaymiz. Shu menimcha to'g'ri chiqadi. Aytib o'tganimdek, men ham rus tilini 100% bilmayman. Maktabda oz-moz o'rganganmiz, qolganini shu Rossiyaga kelib o'rganganmiz. Menimcha bu imtihonda sizlarga yordam berishim uchun 100% to'g'ri yecha olmasam ham, lekin sizlarga ancha foydali bo'ladi degan umiddaman. 12-savol. 4-noyabr Rossiya признают. 4-noyabrda Rossiyada nishonlanadi deyapti. Hop, Международный женский день. Xalqaro ayollar kuni yo'q. Xalqaro ayollar kuni 8-mart. O'zimizda ham, O'zbekistonda ham, Rossiyada ham shunaqa. Hop, День Победы. G'alaba kuni ham 9-mart. Endi bu yerga to'g'ri tushadigan День народного единства. Shu tushadi. Hop. 13-savol. Stolica Rossiyskiy Federatsiya. Bu oddiy savol. Rossiya Federatsiyasining poytaxti deyapti. Moskvani belgilaymiz. Великая Отечественная война закончилась deyapti. Buyuk urush qachon tugagan deyapti. 45-yilni belgilaymiz. 15-savol. 15-savol. Содружество независимых государств Esengi образовано после deyapti. Hop, Esengi davlatlari qachon barpo bo'lgan deyapti. Nimadan keyin barpo bo'lgan deyapti. Mana birinchi javobda o'zi Raspada SSR 1991-yilda deyapti. Ya'ni SSR 1991-yilda bo'lingandan keyin SSR davlatlari Esengi davlatlari paydo bo'lgan degan javobni belgilaymiz. Hop, 16-savol. Укажите флаг Российской Federatsiya. Rossiyani bayrog'ini ko'rsating deyapti. Birinchisini belgilaymiz. Buni hamma bilsa kerak. 17-savol. Hop, Statiya 62 Конституция Российской Федерации определяет статус иностранных граждан на территории Российской Federaции согласно этой статье. Hop, bu yerda endi Rossiya qonunchiligi haqida gap ketyapti. Men ham Rossiya qonunchiligini 100% bilmayman. Shuning uchun birinchi javobni belgilaymiz. 18-savol. 18-savol. Где происходит регистрация брака в Российской Federaции? Ajrimlarni Rossiyada qayerda nima bo'ladi? Qayerda qonuniylashtiriladi deydimi? Qayerda hal qiladi degandek savol. В суде отдел ЗАГС в полицию. Hamma narsa bu yerda o'sha sudda hal bo'ladi. Ya'ni ajrim ЗАГС xonani o'zi bilan bitmaydi. Hamma narsa sudda bitadi. Sudni belgilaymiz. 19-savol. На территории Российской Федерации в отношении иностранного гражданина совершено преступление. Куда он должен обратиться за помощью deyapti. Qayerga Rossiyaga kelgan inosmandlar, ya'ni
migrantlar qayerga yordam so'rab borishlari mumkin deyapti. Bu yerda biz o'zimizni posolstvamizni belgilaymiz. Hamma o'zini davlatni posolstvosiga borsa kerak menimcha. Xatolar haqida yana bir ko'rib o'tamiz. Hammasini belgilab chiqqanimizdan keyin qayerda xato qilganimiz albatta ko'rinadi, to'g'ri javob belgilaganimiz ko'rinadi. O'shanga qarab 2 marta, 3 marta belgilab chiqqanda hamma to'g'ri javoblar yodda qoladi. Xo'p, zadaniya 20. Topshiriq. Savol. Для постановки на учет по месту пребывания иностранный гражданин должен уметь. Hop, oddiy qilib aytganda Rossiyada registratsiya qilish uchun migrantlarda nima bo'lish kerak? Boshida kelganda, noldan kelganda nima bo'lish kerak deyapti. Bu yerda belgilaymiz. Pasport и миграционная карта. 21-savol. Если иностранный гражданин нарушил правила постановки на миграционный учет, то он привлекается к ответственности. Bu yerda mos keladigan so'zni bosamiz. Xullas, shu registratsiya qilmasdan yursa, registratsiya qilish qoidalarini buzsa, migrantlar o'sha javobgarlikka tortiladi deyapti. Uglovoymi, disiplinnoymi, administrativnoymi deyapti. Shu administrativnoy deb belgilaymiz. Men o'ylashimcha shu to'g'ri. Hop, 22-savol. В случае выявления инфекции у иностранных гражданин и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, они подлежат депортации из Российской Федерации в порядке, установленным законодательством Российской Федерации. Верно ли это суждение? Hop, VICH bilan qonunda VICH aniqlangan boshqa davlat fuqarolari yoki Rossiya fuqaroligiga ega bo'lmagan shaxslar deyapti. Rossiyadan deportatsiya qilishni tartibga solish bu to'g'rimi yoki yo'qmi degan ma'noda savol beryapti. Bu yerda biz to'g'rini belgilaymiz. Hop, endi hamma 22 savolni ham yechib chiqdik sizlar bilan. Посмотреть результат. Natijalarni ko'ramiz. Hop, natijalar. Hop, вы ответили правильно на 19 вопросов из 22. 22 savoldan 19 tasiga to'g'ri javob berdingiz deyapti. Bu yerda mana to'g'ri javob berganlarimiz yashil rangda o'zi belgilab qo'yiladi. Noto'g'ri javob berganlarimiz esa qizilda. Hop, biz qayerda xato qildik, shularni ko'rib chiqamiz. Qayerda xato qildik? Hop, mana bu yerda aytib o'tganimdek, men ham Rossiya o'sha qonunchiligini 100% bilmayman. Bu yerda 17-savolga ikkinchi javob to'g'ri kelar ekan. Hop, yana 18-savolga ikkinchi javob to'g'ri kelar ekan. 19-savol. Bunga ham birinchisi to'g'ri kelar ekan. Hop, qolganlari to'g'ri. Faqat shu Rossiya qonunchiligidagi 3 ta savolga to'g'ri javob bera olmayapman. Qolgan hammasi yaxshi. Sizlar shularni qayta-qayta 5 marta kamida 3 marta yoki 5 marta ishlab chiqsalaring, hammasi yodda qoladi va bemalol imtihonlarni topshirib kela olasizlar. Hop, sizlar bilan keyingi variantga o'tamiz. Hop, bu videomiz uzoq bo'ldi, cho'zildi, lekin hamma uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Kanalga like bosib, podpiska bosib, kommentariy yozib ketinglar va yana o'zlaring uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlar, sizlarni qiynab turgan savollar haqida yozsalaring, men shu haqida videolar olib chiqishga harakat qilaman. Hammaga omad, imtihon ya'ni ekzamenlarni topshirib, sertifikatlar olib kelishlaringni tilab qolaman. Hamma sog' bo'ling.